Qizim, nimasi bu? Kimsan James Jackning qizi kollejga shunday kiyinib borsa-ya? Birinchi kundan hamma menga boyligim uchun xushomad qilishini istamayman. Bu nimasi? Velosipedda ketmoqchimisan? Kollej ancha uzoq. Qo'riqchilar o'zlari eltib qo'yadi, nima qilasan o'zingni qiynab? Yo'q, dadajon. Boshqalardan ajralib turishni xohlamayman. Keyin menga hamma soxta munosabatda bo'ladi. Seni oldin ko'rmagan ekanman. Yangi kelgansan shekilli. Bu kollejda xohlagan ishimni qilaman deb xomtama bo'lma. Xo'y, uni qara. Mashhur biznesmen James Jackni qizi keladi deyishgandi. Bu o'sha shekilli. Qara, yur gaplashamiz. Siz James Jackning qizimisiz? Bizni kollejga kelishingizni eshitganimizdan beri intizorlik bilan kutamiz. Tanishinglar, bu yangi o'quvchimiz. U shaharchamizga yaqinda ko'chib kelgan katta tadbirkor James Jackni qizi. Nimasi kulguli? O'rningni bilib o'tir, oyoq yalang. Sen ham yangi kelgansan, nega seni tanishtirishmadi, hayronman. Darsda rosa asabimni buzding. O'zingni kim deb o'ylayapsan, oyimcha? Usti boshingni qara, odamni ko'ngli ozay deydi. Qara, anavi seni oilangni avloddan avlodga o'tib kelayotgan olmos ko'zli taqinchog'i-ku. Sendan o'g'irlab olibdimi? Bu o'zimniki, buvim sovg'a qilgan. Hech kimdan o'g'irlaganim yo'q. Bu yoqqa cho'z. Hali senmi meni buyumlarimga tegadigan? Qaytar, u meniki. Buvim sovg'a qilgan. Qilgan ishing uchun hali afsuslanasan. Dadamga aytib adabiyni berardim-u, lekin yoshligimdan bechoralarga ozor bermaslikka o'rgatishgan. Yana ozroq o'yinini tomosha qilishga majburman. Buvimni sovg'asini ham olaman hali. Siz bilan vaqtinchalikka xayrlashishim shart. Undan xafa bo'lma. O'zi boylar shunaqa tannoz bo'lishadi. Hammasi ham tannoz emas. Masalan, James Jack juda ham yaxshi inson. O'zingni ham mashinang bormi? Yoki faqat qo'riqchilar bilan yurasanmi? Uying ham saroy bo'lsa kerak, bizni ham olib borasanmi? Albatta olib boraman. Anu kelayotgan kelishgan yigit kim ekan? Yil yakunidagi bahoyinga aralasha olmayman, tushunsang-chi? Saymonmi? Kollejimizni eng oldi talabasi. O'zi ham hamma qizlarga orzusi. Voy, anu ovsarni qara, to'g'ri yurishni ham bilmaydi. Dovdiramay ket. Shunaqa ham omi uquvsiz bo'ladimi? Sharmanda. Ataylab Saymonni ilintirish uchun uyushtirdi menimcha. Sen badbasharaga qararmidi? Meni kechirasiz. Ozroq telefonga chalg'ib qopman. Yomon yiqilmadingizmi? Hech qisi yo'q. Ozroq shoshayotgandim, ko'rmay qolibman. Sizni oldin ko'rmaganman. Kollejimizga yangi kelgansiz shekilli. Ha, shaharchaga yaqinda ko'chib keldik. Ismim Eliza. Meniki Saymon. Tanishganimdan xursandman. Qiziq, bir ko'raychi, qaysi ishchimizning bazmi ekan? Mariya, men darhol yuvinish xonasiga bormasam bo'lmaydi? U qayerda ko'rsatvor? Asosiy zaldan shunday o'ngga burilganingda birinchi eshik. Nega kelding? Seni kim taklif qildi? Usti boshingni qara, so'raganingda bironta kiyimlarimdan birini berardim. Boylarni bazmi qanaqa bo'lishiga qiziqqanda sho'rlik. Qo'y, shunga ham asabingni buzasanmi? Tug'ilgan kunni ham beliga tepding. Tezroq ketsang yaxshi bo'lardi menimcha. Xo'y, buncha ovozingiz baland chiqyapti. Kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi o'zi? Oyi bo'ldi-da endi, meni ishimga aralashmang. Nima? U seni oyingmi? Xizmatchi demoqchi edim. Xijolat bo'lmang, Marta xonim. Hammasi joyida. Hurmatli o'quvchilar, shaharchamizning eng saxiy insonlardan biri James Jack kollejimiz uchun $100,000 xayriya qildi. Biram saxiysiz, dadajon. Sizni juda yaxshi ko'raman. Yana bir qulay imkoniyat. Qo'ldan chiqaradigan ahmoq yo'q. Endi esa so'z navbatini kollejimizning eng oldi talabalaridan biri James Jackning qiziga beramiz. Ha, havasing kelyaptimi? Tuya hammomni orzu qilibdi. Voy, qara qanday baxtlimiz. Shunday boy dugonamiz bor. Endi butun kollejni bizga havasi keladi. Bu taklifni shaxsan o'zim bergan edim. Axir kollejimizga qo'shimcha qulayliklar yaratilsa, talabalar yanada zavq bilan ta'lim oladi.
Dadajon, biram saxovatpesha insonsiz-a? Butun kollejda qilgan xayriyangiz shov-shuv bo'ldi o'zi ham. Buni sen yaxshi joyda tahsil olishingni xohlaganim uchun qildim, qizalog'im. Uni buni qo'y, qorning ham och qolgandir. Kecha hamkorlarim bilan bir zo'r restoranda uchrashgandik. Dadajon, yo'l cheti to'la ovqatlanish shoxobchalari-ku. Meni restoranga olib borishingiz shart emas. Kamtarliging menga oyingni eslatadi. Sen xohlagandek bo'la qolsin. Eliza, bu sensan-ku axir do'stim. James Jackni haqiqiy qizi senmisan? Ko'zlarimga ishonmayman. Faqat bu sirni hech kimga aytmaslikka va'da ber. Eliza, aqldan ozay deyapman. Sen qanaqasiga James Jackni qizisan? Qanday hammadan berkitib yurding buni? Sekinroq gapir, atrofdagilar eshitib qoladi hozir. Nima deyapsizlar? Tushunmayapman. James Jackni qizi deysanmi? Jinni bo'lib qoldinglarmi? Xo'y, o'z ko'zim bilan ko'rdim. U dadasi bilan qimmatbaho mashinadan tushib, meni do'konimga kelishdi. U quyib qo'yganday dadasiga o'xsharkan. Nega vaqtliroq aytmading? Sen hali hammani ahmoq qilib yuribsanmi? Yaramas. Qiziq, Mariya kim unda? U shunchaki obro' uchun meni niqobimda yuribdi. Men boyligim uchun emas, shunchaki o'zimni qadrlaydigan do'stim bo'lishini xohlagandim. Faqat bu sirni hech kim bilmasin. Vaqti kelib hamma bilib oladi. Biram tug'ilgan kuningda mazza qildik-a? Bizni tez-tez uyingga chaqirib tur. Dadam begonalarni uyga kiritmaydi. Lekin sizlarga yo'q deb bo'larmidi? Anu Elizani ko'rdingmi? Biram senga hasad qiladi-ey. Shundoq qarashlardan bilinib turadi ovsarni. Hurmatli o'quvchilar, sizga katta xushxabarim bor. Shanba kuni kollejimizda katta bal bo'lib o'tadi. Balda kollejimizning malikasi aniqlanadi. Balga hamma juft bo'lib borishi talab qilinadi. Bu kollejimizning an'anasi. Go'zal va betakror ko'rinishda bo'lishingiz kerak. Balda bizni qo'llash uchun yaqin insonlarimiz ham qatnashishi mumkinmi? Qo'llash uchunmish. Kim g'olib bo'lishi aniq bo'lsa, nima qilasan? Bemaza yaqinlaringni balga yetaklab kep. Bayram jonu dilim, unda tezroq tayyorlanish kerak. Birinchi navbatda hammani og'zini ochib qo'yadigan bazm libosi olish kerak. Voy, dugonajon, juda ham yarashdi. Senga o'zi yarashmaydigan narsa yo'q. Adashting. Menga faqat shunaqa brend qimmatbaho kiyimlar yarashadi. Buni narxi buncha qimmat bo'lmasa, shuncha boy bo'lib turib bitta ko'ylak olib bersa nima qilarkan? Kimlarni ko'ryapman? Yana o'sha sho'rpeshona qiz va uning telba dugonalari. Sizlarga kim qo'yibdi butikdan kiyinishni? Dugonalarimga til tekkizma. Har qalay ular meni dugonalaringga o'xshab, pulim uchungina atrofimda parvona bo'lishmaydi. Diding chakkimas-ku. Otangni necha oylik ishlab topgan puliga olmoqchisan, qiziq. Nima? O'zing nimadir xarid qildingmi o'zi yoki shunchaki aylanib yuribsanmi? Butun do'konni sotib olishga qurbim yetadi kerak bo'lsa. Siz biz bilan yurishingiz kerak. Nima uchun? Bilsam bo'ladimi? Nega signal ishlab ketdi qiziq? Tekshirishimiz kerak. To'g'ri tushuning. Sumka ichida nima borligini ko'rishimiz kerak. Siz nimadir olganingiz aniq. Mana-ku, sen hali bizni aldamoqchi bo'ldingmi, yaramas o'g'ri? Senga qonuniy jazo ko'ramiz. Yo'q, men o'g'ri emasman. Sumkamga qayerdan tushib qoldi, hayronman. Uyat senday qizga. Seni hammani oldida sharmanda qilib jazolash kerak. Ishoning. Umrimda hali birovni haqqiga teggan qiz emasman. Sandaqalarni ko'pini ko'rganmiz. Hoziroq militsiya chaqiraman. Bir adabingni ye. Men James Jackning qiziman. Menga sizni bunaqa taqinchoqlaringiz yoki-da soatingizni umuman qizig'i yo'q. Nega tushunmaysiz? Alo, bu militsiyami? Hanstor do'konimizda o'g'ri qo'lga tushdi. Tezroq yetib keling. Alo dadajon, men bilan muammo yuzaga keldi. Bu haqiqiy James Jackning o'zi-ku. Qizaloq to'g'ri aytgan ekan. Sen hali meni qizimni hech qanday dalillarsiz aybladingmi? Ishdan bo'shadim deb hisobla. Bu do'kon do'stimniki, bittada ishingdan ayrilasan. Meni kechiring. Aybdorman. Avval kuzatuv kamerasini tekshirishim kerak edi. Balga borishga sherik topdingmi?
Meni bitta yuqori kursdagi Tayler taklif qildi. Men Saymon bilan bormoqchiman. Bugunoq ochiqchasiga gaplashib olishim kerak. Saymon, sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. O'zi qidirib yurgandim. Buni qarang, meni ham sizda gapim bor edi. To'g'rirog'i sizni balga taklif qilmoqchiman. Faqat yo'q demang, Eliza. Shu masalada sizdan yordam so'ramoqchiman, Saymon. Siz balga Mariya bilan borishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Nimayam derdim. Yordamim tegsa xursand bo'laman. Lekin keyingi safar taklifimni qaytarmaysiz. Marta xonim, begonalar uyimizda nima qilishyapti? Xo'jayin Texnikovdan oshxonamizga yangi jihozlar buyurtma qilgan ekan. Shuni o'rnatishyapti. Sizlarda original Dyson bor-a? Balga sochimni turmaklash uchun kerak. 2 soatdan keyin stilist keladi. Yetkazishga ulgurasizmi? Albatta, xizmatimiz tez hamda sifatli. Xavotirlanmang. Mariya, men bilan balga borishni xohlaysizmi? Ha, albatta. Endi hammasini oshkor qilish vaqti keldi. Ortiq o'yinlaringda o'ynamayman. Dadajon, bir iltimosim bor. Bugun kechga kollejimizda katta bal bo'lib o'tadi. Ba'zimda yonimda qo'llab turishingizni xohlayman. O'rtoqlaring oldida boyligimizni bildirish yoqmas edi-ku. Nima bo'lganda ham seni istaging men uchun muhim. Marta xonimni ham avoling, qizlari bilan birga o'qiymiz. Oyisini ko'rsa, xursand bo'lishi aniq. Mariya, biram ochilib ketibsan. Bazmda sendan jozibador qiz yo'qligi aniq. Doimgidan ham go'zalsan. To'g'ri aytasan, Mariya bugungi obrazi bilan aniq birinchi o'rinni oladi. Bahor malikasi nominatsiyasi faqatgina unga mos. Bu muhokama qilinadigan mavzu ham emas aslida. Kollej uchun dadam keragidan ortiq yordam bergan. Shunga ham mendan boshqa qiz bu o'ringa munosib emas. Qizlar juda ham ochilib ketibsiz. Ha, aytgancha Eliza ko'rinmaydi. Bazmga keladimi o'zi? Elizami? Juda ham o'zgarib ketibdi. Elizani obrazi juda ham o'zgacha betakror chiqibdi, nima deysizlar? Nimasi betakror? Oddiy libos-ku, vahima qilma. Bu oyimcha o'zidan kimni yasab olgan? Yurishini qara, xuddi dunyoni sotib olgandek. Kechagina do'konda bu ko'ylakning narxi $5000 turgandi. Buncha pulni qayerdan oldi, qiziq? Menimcha o'g'irlagan. Qizlar, buncha chiroyli bo'lib ketibsiz. Ayniqsa Eliza umuman o'zgarib ketibdi. Yoningdagi kim? Nega u haqida avvalroq aytmagan eding, Eliza? To'g'risi, juda ham kelishgan yigit ekan. Nega oldin ko'rmaganman, hayronman. O'z-o'zi yaqinda tanishib qoldim. Mike juda ham samimiy va mehribon yigit. U ham meni do'stim. Menimcha sovrindan umid qilayotgan ko'rinasan. Saymon meni tanlagan so'ng topganing shumi? Butun zalda yoqimli iforiz tarqalyapti, Mike janoblari. Eliza, men ichimlik olib kelaman. Bemalol suhbatni davom ettirishingiz mumkin. Kim bo'ldi bu so'tak? Eliza bilan kulishib o'tiribdimi? Shuning uchun ham men bilan kelishni xohlamagan ekanda? Mike, e'tibor berma. Sen kollejdagi eng ko'ngli toza yigitsan. Ko'rinishing uncha-muncha janoblardan ancha ko'rkamroq. Doim ko'nglimni ko'tarishga harakat qilasan, Eliza. Sen ajoyib qizsan. Sen haqingda atrofdagilar gapi senga umuman qiziqmas. Endi qarmoqqa ilindi deganimda yana baliqchani yo'qotyapman. Otangni shuncha mol-mulkini birovga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Xonimlar va janoblar, bahor malikasi bazmiga yana bir bor xush kelibsiz. Nihoyat malikamizni aniqlash vaqti yaqinlashmoqda. Hamma qizlarimiz bir-biridan go'zal va nazokatli, ammo biz ikkita nomzodni sahnaga taklif qilishga majburmiz. Mariya va Eliza. Mariya, senga ishonamiz. Albatta yutasan. Omad tilayman. Go'zal qizlarimizning ota-onalari tashrif buyurishibdi. Qani sahnaga marhamat. Kelganingiz uchun rahmat, dadajon. Juda ham xursand bo'ldim. Nahotki sensan, qizim. Juda ham ochilib ketibsan. Bugungi bahor malikasi nominatsiyasi g'olibi Eliza. Nega keldingiz?
Hammasi barbod bo'ldi. Sharmanda qildingiz. O'z onasidan or qilib biz bilan suhbatlashishiga qo'ymagan ekanda? Vijdonsiz. Bundan chiqdi Eliza James Jackning haqiqiy qizi. Bu tushunmi yoki o'ngimmi? Qanday bunday bo'ldi? Menga boylik emas, insonning ichki dunyosi-yu qalb go'zalligi muhim. Hech qachon pulga sotilmaydigan do'stlarim bo'lishini xohladim xolos. Boy bo'lmaganimda, egnimdagi libos oddiy bo'lganida bu tojni sohibasi bo'lmasligim aniq edi. Hammasini bilaman. Do'konda sumkamga taqinchoqni ham sen solib qo'yganding. Menda kameradan yozib olingan tasvirlar bor. Sendan xafa emasman. Faqat unutma. Agarda meni Marta xonimdek onam bo'lganida edi, butun boyligimizdan kechgan bo'lardik. Eliza, nimaga mendan o'zingizni olib qochyapsiz? Axir yaqin do'st edik-ku. Saymon, o'yining tugadi. Sen men haqimda hammasini boshidan bilgansan. Dadang meni dadamni qo'lida ishlar edi. U men haqimda hammasini bilgandan so'ng senga meni ilintirishni buyuradi. Bu orqali otamning bor boyligiga ega chiqmoqchi bo'lgansiz. Bizni kechir. Seni juda ko'p kamsitdik. Hech qisi yo'q. Xafa emasman. Faqat Mariyani yolg'iz qoldirmang, iltimos. Meni kechiring. O'zimga obro' olish uchun Elizani obraziga kirgan edim. Endi tushunib yetdim. Qadrli narsalarni pulga sotib olish imkonsiz ekan. Bu avloddan avlodga o'tib kelayotgan buvingni taqinchog'i. Tortib olganim uchun kechir. Oyijon, ko'p marotaba dilingizni og'ritdim. Meni kechiring.